Biznes boshlamoqchi bo'lgan insonlardagi bitta katta xato bor. Bu xato yaxshi g'oya topsam, bu albatta o'xshaydi yoki ko'pchilik qilmagan ishni qilishim kerak degan narsa bor. Million dollarlik xatolar kitobining birinchi xatosida shu yozilganki, asosiysi betakror g'oya, ya'ni umuman yo'q g'oyani topish deb o'ylash. Ya'ni insonlar shunaqaki, O'zbekistonda yo'q g'oyalarni, o'zini atrofida yo'q g'oyalarni qidirishni boshlaydi. Lekin biz hali bor, lekin hali ishlatishimizga juda ham muhtoj bo'lgan g'oyalarni ishlatmaymiz. Ya'ni velosiped yaratish shart emas, Amerika yaratish shart emas, ular yaratib bo'lingan. Biz shundan foydalanishni boshqacharoq yo'llarini, kreativ, ya'ni bir yondashishni boshqacharoq qilib boshlashimiz mumkin. Shuning uchun bugun sizlar bilan yangi biznes boshlayotganlardagi katta xatolar va ularni yaxshi qilish uchun to'g'ri qadamlar tashlash uchun nimalar qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Agar bundan men ham 7-8 yil oldin shu narsalarni bilganimda, o'zim ham biznesimdagi bir nechta xatolarni oldini olgan bo'lardim. Va bugun sizda bu imkoniyat bor, bu xatolarni qilmasligingiz va tezroq o'sishingiz. Bu xatolarsiz, pul yo'qotmasdan, vaqt yo'qotmasdan o'sish imkoniyati sizda bor. Agar tayyor bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, g'oyani asosiy narsa deb o'ylash bu katta muammoligi shundaki, uni o'zi hech qachon muvaffaqiyatli bo'lishni kafolatlamaydi. Ya'ni bu g'oyani o'zi sizga hech narsa bermaydi. Chunki ish bajarishsiz, ya'ni bajarilmagan g'oya umuman ahamiyatga ega emas. Ya'ni biznesda ham ikkita narsa borki, o'sha g'oya bor va bajarish bor. Ikkalasi bir-birisiz umuman ahamiyatsiz. Ya'ni bajaruvchi bo'lsa-yu, g'oya bo'lmasa ham bo'lmaydi. G'oyachi bo'lib bajaruvchi bo'lmasa ham bu amalga oshmaydi. Shuning uchun bular doim bitta yurishi kerak bo'ladi. Bir atrof muhitga qarang. Mana oddiy olib qaraganda, mana Toshkentda bir nechta bizneslarni atrofingizda ko'rib turasiz. Ochilib yotibdi. Masalan, qahvaxona, har kuni restoran, har kuni kiyim do'konlari, gul do'konlari, o'quv markazlar, har kuni buni uyg'onib qarasangiz, tiqilib yotibdi-da, masalan, ko'payib ketaveradi. Ba'zida shunaqa bo'ladi, men bir hafta, 10 kun, bir oyga agar viloyatga ketib qolsam yoki chetga ketib qolsam, kelsam o'zgarib ketib qolgan bo'ladi. Ancha narsada, ya'ni jadal o'zgaryapti-da hamma narsa. Lekin shularni bir kuzatsakki, uzog'i 3 oy, balkim 1 yilgacha borganlar soni juda ham kam. Umumiy statistikaga ko'ra, kompaniyalar 10 tadan 9 tasi yopilib ketadi. Aynan moliyaviy muammolarning evaziga. Ya'ni 1 yilda 3 yilga bormasdan 10 tadan 9 tasi yopilib ketyapti-da. Bu yomon statistika. Agar siz ham bu statistikaga, mana shu statistikadagi raqamlar ichiga kirish xohlamasangiz, albatta qadamlarni to'g'ri bajarishingiz kerak. Bu uchun sizga bu qadamlarni bosib o'tgan yoki bu qadamlarni bosib o'tganlarning muvaffaqiyatlarini ko'rgan, realniy hayotda ko'rgan odamning maslahatini olish kerak bo'ladi. G'oya albatta boshlanish uchun kerak. Ya'ni g'oyani shunaqa tushunish kerakki, bu qimmatbaho narsa emas. Qachonki amalga oshmaguncha ham bu hozircha bizda boshlanish etabi. Faqat boshlanish shu. Haqiqiy biznes esa boshqacha. Siz kimga sotasiz? Nima uchun aynan mijoz siz narsangizni olish kerak yoki qanday qilib siz daromadni yana ham ko'paytirishingiz mumkin degan narsalarga javob beradigan bir jarayon. Bu mashinadan kelib chiqadiki, g'oyadan boshlanadi. Har bir tadbirkorga bitta muhim maslahat borki, biznesni boshlashdan oldin albatta hisob-kitob qilish kerak. Ya'ni o'zim moliyachi bo'lganim uchun aytmayapman buni. Men o'zim tadbirkorman, moliyachi bo'lib, to'g'ri tadbirkor bo'lganman, lekin hisob-kitoblarsiz o'zingiz oldindan mana rus tadbirkorlarni, rus kuchli bir tadbirkorlarni bir shunaqa gapi borki, inson Excelda boyimagunicha ham hayotda boya olmaydi. Bu nima degani? Ya'ni siz hisob-kitoblarni Excelda ko'rib, men shuncha foyda topar ekanman, shuncha tikar ekanman, hamma narsani ko'rib, yasna, demak imkoniyati bor ekan buni degan narsani miyadagi blokni yechmagunizcha ham raqamlar bilan ko'rmasdan bu biznesni yurib ketish ehtimolligi o'zbekcha model 50-50. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Lekin siz shu paytgacha yig'gan pullaringizni, shu paytgacha mana energiyangizni, afsuski shunaqa narsa bo'ladiki, mana shu hisob-kitob qilmaslik va boshlashdagi noto'g'ri qadamlar bizni tadbirkorlik ruhiyatidan ham olib chiqib ketadi. Ya'ni bu inson o'zi zo'r tadbirkor bo'lishi mumkin edi, lekin xato qilgani uchun endi u ishchi bo'lib qoladi. Ya'ni butun umr endi tavakkal qila olmaydi. Chunki tadbirkorlik bu tadbir qilish-ku, ya'ni tavakkal qilish-ku. Mana shu tavakkal qilish, ya'ni risk qilish nimasi tushib ketadi. Shuning evaziga keyin u butun umr stabil bir ishda, oylikda, bilmayman, ko'tarilmaydigan, o'smaydigan bir holatda yashab o'tib ketadi.
Albatta bu moddiylik haqidagi gap. Xo'p, demak biz buning uchun buxgalter yoki moliyachi bo'lishimiz shart emas. Keyin men sizlarga kichkina savollar beraman. O'sha savollarga javob topganingizdan keyingina biznesni boshlang, ya'ni g'oyangizni amalga oshiring. Bu qaysi savollar? Birinchisi, boshlash uchun qancha pul kerak? Sizga hozir shu biznesni qilish uchun qancha pul kerak? Buni bilib olishingiz kerak. U uchun albatta yozib, hech bo'lmasa daftarni ochib yozib chizib qilmasak bo'lmaydi. Qayerdan bilamiz biz uni? Yoki ikkinchi savol, birinchi savol eslarsizda, demak biz boshlash uchun qancha pul topishimiz kerak? Bizga qancha mablag' kerak bu uchun? Ikkinchi savol, bitta mijozni olib kelish bizga qanchaga tushadi? Ya'ni jalb qilishimiz qanchaga tushadi? Bitta mijoz xarajatini topishimiz kerak. Buni qayerdan topaman desa, hozir buni keyin ko'rsataman. Sinab ko'ramiz, gipotezalar qilamiz, ozgina kichkina ochib ko'ramiz. Butunlay katta qilib ochmaymizda, birinchi kichkinasidan boshlaymiz. Va uchinchi savol, har bir savdodan qancha sizga qoladi? Faqat pulda emas, foydada. Chunki pul bilan foyda ikki xil narsalar. Sizda kassangizda 100 million pul bo'lishi mumkin, lekin siz bu oy 10 million so'm foyda qilgan bo'lishingiz mumkin. Yoki siz 100 million foyda qilgan bo'lishingiz mumkin, lekin kassada 10 million so'm pul bo'lishi mumkin. Shuning uchun bular pul bilan foydaga aldanib qolmang. Bular ikki xil narsa hisoblanadi. Bu g'oya, ya'ni pul bilan foydani ajratish g'oyasi, ishonasizmi, meni 8 ta modullik dasturimda, ya'ni tadbirkorlar uchun o'tiladigan dasturda faqat shu g'oya ustida yuramiz. Faqat shu, ya'ni biz ajratishimiz kerakki, pul va foyda bular boshqa narsalar. Umuman boshqa narsalar va unga qarab biznes yuritish bu xato. Faqat pulga qarash, faqat foydaga qarash sizga yechim bermaydi. Ikkalasiga ham bir paytda qarash kerak bo'ladi. Agar shu savolga demak javoblar bo'lsa, biz endi qarorlarni bir xotirjamlik bilan qaror qabul qilishni boshlaymiz. Ya'ni taxmin bilan, emotsiya bilan emas, aniq raqamlar bilan. Yana bir muhim jihat borki, hammasini birdaniga boshlamaslik kerak. Ya'ni siz bilib oldingizki, mana hozir 3 ta savolni targ'ib qilib birdan bosh olmaylik. Ya'ni bitta har bitta savolga komil javobini topgandan keyin keyingisiga o'tamiz. Undan keyin biz o'shani qilamiz. Keyin bir misol ko'rinishida tushuntiraman. Ya'ni bir uy sharoitida deylik, bir shirinlik kafeteriya biznes qilmoqchi bo'lsangiz, deylik, tort pishirasiz. Siz darrov joyni ijaraga olib, uskunalar olib, pechlar olmang. Birinchi uyda qo'shnilarga bir pishirib sotib ko'ring. Ular olib, yana xohlashadimi, ya'ni qachon yana shuni pishirasiz? Biz yana xohlayapmiz. Yana qachon siz yoningizga kelsak bo'ladi degan savollar bo'lishi kerak-da. Bir oldin bu narsani bir sinab ko'rish kerak, tayyorlab ko'rish kerak. Ya'ni ular sizdan o'zi sotib olishga yana tayyormi? Balkim siz o'zingizcha o'ylaysiz, zo'r qilasiz, lekin u hech kimga yoqmasligi mumkin. Men qarang, boshqacha narsa aytmayapman. Hozir bor biznes haqida gapiryapman. Endi boshqa g'oyalar, bitta narsani tushunish kerak-da. Nimaga bu siz o'ylayotgan g'oya O'zbekistonda yo'qligini o'ylashingiz kerak. Sabablari bor-da buni. Birinchi sabab bo'lishi mumkin, bu biznes nimaga hali ham O'zbekistonda yo'q? Birinchi sabab bu juda ham bunga ko'p pul ketadi. Shuning uchun bu biznes yo'q. Shu sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu biznesga juda katta pul ketadi. Bu pulni hech kim bu biznesga tikis kelmaydi, chunki ishlayotgan biznes emas, yangi biznes. Yangi biznesga buncha kapital kiritishga qo'rqadi hamma. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa bo'lishi mumkin, bu foydasiz biznes bo'lishi mumkin. O'zi aslida foydasiz biznes bo'lishi mumkin. Va uchinchi narsa, juda shubhaliki, deylik, O'rta Osiyoda bu biznes yo'qligi. Nimaga yo'q? Nimaga shu paytgacha qilishmagan? Buni o'rganish kerak-da. Bu yangi g'oya ekan, hech kim qilmagan ekan deb hamma narsani ham kirgizib, bu narsani qilib bo'lmaydi. Masalan, oddiy misol, mana shu RC Cola kirib kelgan O'zbekistonga. Juda katta brendlar ham hatto xatolar evaziga kira olmagan, qarang. Million ular reklamaga pul tikishgan. O'sha RC Cola'ni reklamalarini agar ko'rgan bo'lsanglar, ular yevropeyskiy muhitni ko'rsatib, o'yinlar, o'yin kulgular, o'sha angliychan ayollarning o'yin kulgulari, shu narsalarni ko'rsatib, ya'ni har kun bayram degan narsada kirishmoqchi bo'lish, lekin bizda mentalitet, ya'ni qadriyatga to'g'ri kelmadi. Ular kalta kiyinishlari, oppoq badallari u to'g'ri kelmadi. Shuni evaziga ichishmadi u suvni. Xuddi shunday zo'r g'oya degani bu ishlab ketadi degani emas-da. Yoki keyin mayli gap nima qilmaymiz. Yoki bo'lishi mumkin, bir katta hajmdagi mahsulot xarid, masalan, uzumni ishlamoqchisiz yoki bilmayman nimanidir olib sotmoqchisiz deylik, kiyim-kechak biznesi deylik. Bu biznesda ham mana shu Instagram orqali sotish, Telegram orqali sotishdan hali sklad olib, sklad ochib, bunga tovarlarni zaxira qilib qo'yish kerak emas. Zakaz olib, keyin olib kelish sistemalarini qo'yishda. Ya'ni
pulni tikmasdan hattoki biznes qilsak bo'ladi. Shunda biz kamroq mablag' bilan ko'proq nima qila olamizda, pul topa olamiz. Ya'ni shu yerda bizga hech qanaqa yo'qotish yo'q, ya'ni-da. Masalan, hozirgi shu platformalar, onlayn platformalar bizga zo'r imkoniyat. To'g'ri, juda ko'p foydamiz ular olib qoladi, lekin bizda risk kam. Shuning evaziga ishlasa bo'ladi degan fikrdaman men. Xulosa qilib aytganda, demak, muvaffaqiyatli biznes 3 ta oddiy shu tamoyiliga tayanar ekan, shu boyagi tamoyillarimiz eslaringizdan chiqmasin va faqat g'oyani o'zi bu yetarli narsa emas ekan. Asosiy moliyaviy raqamlarni hisoblashni o'rganishimiz kerak. Asosiysi shu, ya'ni hisob-kitobni o'rganmasak, biz agar hech bo'lmasa moliyaviy tafakkurimiz bo'lmasa, bizni mana bu g'oyamiz faqat nima bo'ladi, g'oya bo'lib qolib ketadi. Hozir mana ishoning, mana o'tirasiz, masalan, ayollar dugonalari bilan, erkaklar choyxonada bolalar bilan o'tiradi, hammada g'oya bor. Lekin nimaga qilishmaydi? Har kuni bir ko'rasizki, men bu ish qilishim kerak, bu qilishim kerak deydi, 1 yildan keyin men qilishim kerak deb o'tiraveradi. Nimaga shunaqa desangiz, chunki g'oya o'zi umuman ahamiyatga ega emas. Uni agar hisob-kitob qilib ko'rilsa, ana undan keyin qadam tashlansa bo'ladiki, bir ko'z ishonadiki, bir his qilamizki, demak bundan biz katta mablag' topishimiz mumkinligida. Demak, yana bir narsa esingizdan chiqmasinki, uni albatta oldin sinab ko'rasiz, sinab ko'rib keyin mablag' kiritasiz unga. O'shanda siz kamroq pul yo'qotasiz. Ishoning, bugungi kuchli biznesmenlarning aksariyati xuddi shu formuladan foydalanadi. Millionlab investitsiyalar bilan emas, balki kichkina bir sinab ko'rishlar evaziga rivojlanib, keyin investitsiyalar jalb qilishni bir istagini bildirishadiki, ko'chadan pul tortish uchun yoki o'zlari pul kiritishlari uchun. Asosiy narsa shu, mana shu tamoyillar esdan chiqmasin va hamma hozir biznesini boshlayotganlar uchun omad tilayman. Hech qachon birinchi hisob-kitob qilmasdan, bir holatni ko'rmasdan, bilmasdan biznesni boshlamang. Chunki unaqa qilsangiz, hozirgi kundagi mana shu 90% tadbirkorlarga o'xshab yopilib ketasiz. Shuncha umringiz, shuncha pulingiz havoga uchib ketadi. Siz bilan maroqli bo'ldi. Biznesda albatta raqamlarga tayangan yaxshi. His-tuyg'ularga emas. Raqamlar dunyosiga xush kelibsiz. Sog', salomat bo'ling.